O'zbekistonda boshlangan yangi davr mamlakatni dunyoga ochilishi, xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatini yaratdi. Investor manfaati 1, ichkida xomashyomiz bor 2, qo'shni davlatlar bilan eksport oshayotgani. Davlatning siyosati investitsiya bilan bog'liq bo'lib, bizning ustuvor yo'nalishimizni aniq ayta olishimiz mumkin. 2025-yili may oylarigacha 11 million dollarlik mahsulotlar eksport qilinib bo'ldi. Xalqqa bizlarni yaratib berayotgan imkoniyatlarimiz shu metallni sinklaymiz, ruh bilan qoplaymiz. Kadrlarning malakasini oshirish uchun juda ham katta imkoniyat deb qarayman. Chet ellik mutaxassisga oylikdan tashqari 1 yilda O'zbekistonda ishlash uchun litsenziya olinadi, xuddi Rossiyada patent olingani kabi. Chekkadan olib kelib ishlatib xarajat qilgandan ko'ra o'zimizning mehnat resurslaridan foydalanish. 2017-2025 yillarda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning sa'y-harakati va faol tashabbusi bilan O'zbekistonning investitsiyaviy imkoniyatlari yaratildi va bu borada mislsiz tarixiy natijalarga erishildi. Shuningdek, o'ziga xos milliy tajribalar yo'lga qo'yildi. Davlatimiz rahbarining faol tashqi siyosati va yaratilgan qulay ishbilarmonlik muhiti natijasida investitsiyalar hajmi izchil o'sib bormoqda. Xususan, joriy yilning birinchi chorakda 8 milliard 700 million AQSh dollaridan ziyod xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 20% ga o'sdi. Birinchi yarim yillik yakuni bilan 18 milliard dollardan ziyod xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilishi kutilmoqda. Xorijiy sarmoya aslida nima va bizga qanday foyda keltiradi? Xorijiy investitsiyalar faqat moliyaviy resurslar emas, balki texnologik yechimlar, xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlari, global biznes madaniyati va xalqaro sheriklikning ortishi deganidir. Mahalliy sarmoyadorlar mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi albatta, biroq xorijiy investitsiyalar mahalliy investorlarni qo'llab-quvvatlovchi va to'ldiruvchidir. O'zbekiston qulay joylashganligi, investorlarni himoya qiluvchi, soliq va boj imtiyozlarini nazarda tutuvchi huquqiy bazaga ega ekanligi bilan jozibador hudud hisoblanadi. Bundan xursand bo'lish kerak albatta. Investorlarni jalb qilish barobarida yurtimizda zamonaviy texnologiyalar, boshqaruv usullari, eng muhimi e'tibor bering, raqobat madaniyati kirib keladi. Bu esa ichki bozorni jonlantirishga, sifatli mahsulot ishlab chiqarishga va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilyapti. Xalqaro amaliyotda esa bu tamoyil o'zaro manfaatli hamkorlik deb nomlanadi. Ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda bu borada to'liq bilim va tajriba va ma'lumotga ega bo'lmay turib, axborot tarqatayotganlar avvalo uning mohiyatini chuqur anglab olishlari kerak bo'ladi. Shuni ta'kidlash lozimki, har bir katta xorijiy loyiha yuzlab, ba'zan minglab ish o'rinlarini yaratadi. Bu esa aholining daromad manbalari oshishi, malakali ishchi kuchining shakllanishiga zamin bo'ladi. Ya'ni aholining yashash tarzi tubdan o'zgaradi, yanada yaxshilanadi. O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va aholini ish bilan ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlar sezilarli darajada faollashganini e'tirof etish kerak albatta. Xalqaro press klubning bugungi maxsus sessiyasida shu haqida batafsil so'z yuritamiz. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bugun biz qaysi sohalarga sarmoya kiritilayotgani va u orqali xalqimiz qanday daromad ko'rayotgani, qanday foyda ko'rayotgani haqida gaplashamiz va bizda spikerlar bor. E'tibor qilsangiz, bugungi spikerlarimiz orasida davlat tashkilotlari, mutasaddi rahbarlar va xususiy sektordan vakillar, shu bilan birga nodavlat notijorat tashkiloti vakillari ham bor va o'ylaymizki, bugungi savollarimizga aniq va xalqona usulda lo'nda javob berasiz. Barchangiz xush kelibsiz. Yuqorida ta'kidladi, xorijiy investitsiyalarni rivojlanayotgan davlatlarni iqtisodiyotida tutgan o'rni, umuman eng asosiysi insonlarimizni hayotida nima o'zgaradi deb savol qo'ydik. Xush kelibsizlar yana bir marta. Hurmatli spikerlar, O'zbekistonda boshlangan yangi davr mamlakatni dunyoga ochilishi, xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatini yaratdi. Xorijiy mamlakatlar bilan ko'plab strategik investitsion loyihalar amalga oshirilyapti. Professional insonlar o'tirishibdi bu yerda. Biroz akademik tildan chetlashgan holda oddiy bir yurtdoshlarimiz hammamiz tushunadigan bir sodda tildan foydalansak, birinchi savolimiz umumiy bo'ladi. Birinchisi, mana jamiyatda, insonlarimizda savol tug'ilishi mumkin. Xorijiy investitsiya o'zi nima? U o'sha davlatning iqtisodiyotiga qanday ijobiy ta'siri bor va eng asosiysi yuqorida aytganimizdek, insonlarning hayotida nima o'zgaradi? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. O'zi investitsiya nima deganda davlatimiz rahbarining juda yaxshi gaplari bor. Muvaffaqiyat kaliti deydilar. Yana bir ta'kidlab o'tishimiz mumkinki, iqtisodiyotning dvigateli investitsiya hisoblanadi. Bugungi kunda qanaqa tushunishimiz mumkin? Nafaqat moliyaviy resurs, balki o'sha iqtisodiy rivojlanish, inson resurslarini rivojlantirish. Bularning hammasi ham investitsiya hisoblanadi. Investitsiyani yana qanaqa keng tushunishimiz mumkin? Avvalambor davlatga bo'lgan ishonch, xorijiy kompaniyalarda, sarmoyadorlarda davlat siyosatiga bo'lgan ishonchini tushunishimiz mumkin. Eksport salohiyatini oshirish,
inson kapitali, ya'ni o'sha ish o'rinlarini yaratish, texnologik hamkorlik bo'lishi mumkin. Bugungi kunda bu bilan nimani demoqchimiz? Davlatni siyosati investitsiya bilan bog'liq bo'lib, bizani ustuvor yo'nalishimizdan biriga aylandi bugungi kunda. Mana misollardan boshlaymanda. Xitoy Xalq Respublikasini aytamizda, oxirgi mana shu 20 yillikni oladigan bo'lsak, eng asosiy investitsiyani, xorijiy investitsiyani qabul qiluvchi davlat bo'lganlar Xitoy davlati. Shu davr ichida 200 million aholisini kambag'allikdan olib chiqqan. Dunyoning eng qudratli 2 davlatidan biriga aylandi. Hozirgi kunda esa eng katta investor davlatlardan biriga ham aylandi. Xalqona tushuntiradigan bo'lsak, xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi bizga bu yangi bir sharoitlarni yaratadi aholimizga. Aytaylik, hozir investitsiya sohasi eng ko'p O'zbekistonga kiritilayotgan soha bu energetika sohasi bo'lyapti. Bu nima degani? Bu degani har bir aholi punktimizda elektr energiyasini bo'lishi, arzon bo'lishiga ta'minlashga qaratilgan harakatlar ketyapti bu ishda. Investitsiya haqida gap ketganda oddiy xalqimiz u yaxshi yoki yomon, salbiy yoki ijobiy deb qarashadi ko'pincha. Men o'ylaymanki, investitsiya haqida gap ketganda investitsiyani bu ishlatishga bog'liq bo'lgan bir instrument deb qarash kerak. Oddiy investitsiya kirib kelgan joylarda hatto xalqning, aholining hayotida ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Mana yaqinlargacha agar e'tibor bergan bo'lsak, bizda uzog'i bilan 9 qavatli, 7 qavatli uylar qad ko'tarardi. Mana hozir bizda ko'p qavatli binolar, shu aytishimiz mumkin osmon o'par binolar va antiqa sport inshootlari, chiroyli binolar paydo bo'lyapti va o'zimizni quruvchilar shuni o'zlashtiryapti bugun. Xuddi shunday qurilishlarni amalga oshirmoqda. Shuning uchun biz bunga har doim ijobiy qarashimiz kerak va bu insonning o'ziga bog'liq. Undan to'g'ri foydalanish, o'zini resursida to'g'ri ishlatish bu insonning va o'sha kadrning o'ziga bog'liq deb bilaman. Davrondagi qisqacha agar fikringiz bo'lsa. Har bir davlatdan keladigan xorijiy investor uchun O'zbekiston Respublikasi 208 ta tumanda imkoniyatli, cheksiz. Imkoniyat cheksiz deganda nima deb hisobga olishimiz mumkin bo'ladiki, birinchi o'rinda 37 million aholi, o'sha keladigan xorijiy investorlar kafolatlangan bozor. Ikkinchisi 365 kun kafolatlangan ish beradi va kafolatlangan oylik beradi. Agar biz hozir tahlilga qaraydigan bo'lsak, aynan o'sha chet el sarmoyasi bor korxonalarni davomiyligi va o'sish nuqtasi eng oldi qatorda ketyapti. Nimagaki chet eldan keladigan investor birinchi o'rinda hisob kitob bilan keladi. 79 ta rivojlanayotgan mamlakatda o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, investitsiyalar bilan birgalikda shu mamlakatdagi umuman sanoatning yangilanishi kuzatilgan. Ya'ni qanchalik ko'p investitsiya kelsa, shunchalik ko'p demak yangilanish bo'lgan. Ikkinchidan, mana shu bir 10 yillik muddatda o'tkazilgan bir tadqiqotlar, o'rganishlar shuni ko'rsatdiki, mana shu investitsiya kirib kelayotgan jamiyatlarda 40% gacha boshqaruv samaradorligi oshgan. Nima uchun investorlar aynan O'zbekistonga investitsiya tikish kerak va O'zbekistonning investitsion jozibadorligi nimada va bu bo'yicha nima ishlar qilinmoqda? Barcha investorlarni qaysi davlatdan bo'lishidan qat'iy nazar, ularning huquq va manfaatlari investitsiya faoliyati to'g'risidagi qonun bilan mustahkamlangan, davlat va jamiyat nazorati ostida desak ham bo'ladi. Bundan tashqari bizda yangi tahrirda qabul qilingan erkin iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonunimiz ham bor. Bu investorlarga yengilliklar, soliq imtiyozlari, bojxona imtiyozlarini berilishi, hammaga bir xillik bilan qarash O'zbekistonni o'sha qonunchiligiga bo'lgan ishonchni uyg'otish natijasida investorlarning kirib kelishi ko'paymoqda O'zbekistonda. Davron Abdujallolovich, sizga aniq savol bermoqchiman. Umuman olganda bizda raqamlar ham bor, tahlillar ham bor, lekin siz ular bilan, ya'ni investorlar bilan ko'proq gaplashasiz, bevosita gaplashasiz. Xo'sh, ular O'zbekiston haqida nima deyapti? Nima savollar bilan sizga murojaat qiladi investitsiya kiritishidan oldin? Birinchi o'rinda O'zbekistonni importini tahlilini so'raydi. Qaysi davlatdan nima mahsulot import bo'lyapti? U investor O'zbekistonga kelganda kafolatlangan mijoziga o'zini mahsulotini tannarxi to'g'ri keladimi, yo'qmi? Birinchi o'rinda shuni beradi. Albatta biz buni ochiq ko'rsatamiz. Sababki bizning aholimizga chet eldan kelgan tayyor mahsulot importidan ko'ra O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, mayli bu xorijiy bo'ladimi, mahalliy investor bo'ladimi, ishlab chiqarilgan va chet ellikidan ko'ra sifati yuqori yoki sifati teng, narxi esa 30-40% ga arzon bo'lsa, bizga ham qiziqarli bo'ladi. Va investorga esa bu mahsulotni ishlab chiqargandan keyin ichki bozorda talab borligini biladi.
misol tariqasida farmatsevtika sohasiga qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda aholimizda 2 milliard dollarlik mahsulotli, ya'ni farmatsevtika mahsulotlarini iste'mol qiladi. Oxirgi 5 yilda buni shu darajaga olib chiqdiki, 500 million dollargacha mahsulotlarni O'zbekistondagi tadbirkorlik subyekti va xorijiy investorlar bu yerda ishlab chiqaryapti. Ya'ni biz 2 milliard dollarlik mahsulotdan 500 millionni o'zimiz ishlab chiqarilyapti. Agar shu 500 million dollarlik dorini biz investor kelmaganda qaysi qo'shni davlatlardan, uzoq davlatlardan mana nima deydi, juda Osiyo davlatlaridan, MDH davlatlaridan bugungi kunda korxona ishlab chiqaryapti. Oddiy dori ham chet eldan kelganda suyuqlik 5 barobar qimmat kelardi. Hozir o'zimiz ishlab chiqarganimiz uchun aholimizda 5 barobar arzon ishlatadigan dori vositalari ishlatilyapti. Bu ham bo'lsa o'sha tan narxi tushishga olib keladi. Mana bitta farmatsevtik sohasida imkoniyatlar va bugun yildan yilga 2 milliard 500 ga chiqilgan bo'lsa 6 yilda 2 yil ichida shuni 1 milliardga olib chiqib olsak, umumiyda aholimiz shuni 1,5 milliardga dollarlik yerda ishlatardi. Lekin hozir o'zimiz ishlab chiqarsak ham 1 milliardga tushyapti narxi. Undan tashqari o'ta minglab odamlar ishlayapti. qilmoqchi bo'lsangiz, Umid aka, sizga ham savolimiz bor va hurmatli vatandoshlar, e'tibor qilsangiz, 2025-yilda 42 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb etilishi, 81 ta yirik, 8 mingdan ortiq o'rta va kichik loyihalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Umuman olganda bu yil qanday investitsiyalar jalb qilinishi ko'zda tutilyapti? Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari sifatida ham bu faoliyat bilan mana shu yo'nalishda ham tizimli ishlaymiz, ichida yurishga harakat qilamiz. Zero davlatimiz rahbari bir topshiriqlari bo'ldi. Birinchi yig'ilishida Oliy Majlis yangi chaqirig'i. Investitsiya loyihalarini ishlab chiqishda har bir hududda deputatlar faol ishtirok etishi va mana shu hududning manfaatlaridan kelib chiqqan holda, ulardagi mavjud bo'lgan masalalardan kelib chiqqan holda bu investitsiya loyihalarini amalga oshirishga ahamiyat berish. Umuman olganda mana shu investitsiya loyihalarining samaradorligi haqida gap ketadi. Mana investitsiyalar haqida gapirildi, mana javob berildi bundan avvalgi. Men nazarimda investitsiya deganimizda biz faqatgina bir tadbirkorlik faoliyati bilan cheklanib qolmasligimiz kerak-da. Misol tariqasida olib qaraydigan bo'lsak, xorijiy oliy ta'lim muassasalarining yaratilishi ham bu ham investitsiya. Bizdagi mana yaratilayotgan sharoitlar deyapmiz, mana foydalanyapmiz shu imkoniyatlardan. Franchising degan narsa bor. Yangi brendlarni O'zbekistonga kirib kelishi, bu xizmat ko'rsatish sohasida bo'ladi. Bu ham investitsiya. 2019-yilda yangi tahrida qonun qabul qilindi. Buni yanada takomillashtirish bo'yicha ishlayapmiz. Yana bir tadbirkorimizga yuzlanmoqchiman. Go'zal, mana hozir ko'rdikki, mif bor-da o'zi. Mana yuqorida Mirshoh aka ta'kidladilar. Biroz hadik bor. Tadbirkorlarimizda ham, ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarida ham, ya'ni xorijiy investor bizni o'sha biznesimizni tortib oladi yoki yerimizni tortib oladi degan hadik bor. Biroz hadik bor. Hozirgi biz ko'ryapmizki, bugungi qilayotgan tahlillarimizdan buni aksini ko'ryapmiz-da. Mana tadbirkor sifatida mahalliy tadbirkor uchun xorijiy investitsiya, xorijiy investorlar bu sog'lom raqobatmi yoki imkoniyatmi? Avvalambor investitsiya o'zi bu dunyoni har qanaqa davlati intiladigan narsa. Ya'ni xoh Amerika bo'lsa, xoh u Xitoy, Turkiya, qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar investor kelsa quchoq ochib kutib oladi, investitsiya kiret, buni rivojlantir, bu imkoniyatlarni beramiz deydi. Men o'zim tadbirkor sifatida bir yilda kamida 200 ta 300 ta investor bilan uchrashuvlar o'tkazamizda. Doim suhbat bo'ladi va suhbat davomida men so'ramayman, ular o'zidan ko'pincha gap chiqadi, aytadi, biz o'rgandik bozorlarni, mana Markaziy Osiyoni o'rgandik va bizga O'zbekiston ko'proq ma'qul keldi deydi. Nima sababdan deyman. Bu mana sizga haqiqiy bor gap bu. Endi men aynan qaysi davlatligini aytmayman. Mana bu davlatga borgandik, u yerda mana urush janjallar kelib chiqqan ekan xalq bilan investorlar o'rtasida. Bu davlatda mana bunaqa holat bo'lgan ekan. Misol keltiryapti, davlat nomi bilan aytyapti. Mana bu davlatda davlat bitta narsani aytar ekan, lekin o'sha narsa o'z vaqtida amalga oshmaydi yokida 2 yil, 3 yilda o'zgarish bo'lib qolar ekan. Lekin bizlar uchun stabillik kerak. Ya'ni xavfsizlik, stabillik va bozor kerak. Siyosiy barqarorlik kerak va shu narsani biz O'zbekistonda ko'ryapmiz deydi. Shu sababdan O'zbekistonda keyin sarmoya kiritadi. Ranopi, ish o'rinlari bo'yicha kengroq o'zingiz ochib bersangiz mana shu xorijiy investitsiyalar bo'yicha. Marhamat. 25-yilning 4 oyini olsak, yanvar-aprel oylarini oladigan bo'lsak, 65 mingga yaqin ish o'rinlari yaratilinibdi mana shu investitsiya hisobidan. Mana men bitta narsa aytamanki, biz eskidan shuncha qazilma boyligimiz ko'p bo'lib turib, mramor toshi oq mramordan boshqa mramor qila olmaganmiz. Mana o'zingizlar bilasizlar, agar 10 yil orqaga qilsak, Ukrainadan Kapusyanskiy mramor dedi. Hindistondan yashil mramor dedi. Yoki qora mramor dedi, Rossiyadan kelardi dedi. Mana masalan, o'sha xorijiy investorlar mramori bilan bugungi kunda mana shunaqa mramor ishlab chiqarilyapti. Masalan, shu mramor hozir narxi, buni granit endi biz Jaydar xalqimizda endi granit nima ekan deydi, bu qimmatbaho tosh deyish mumkin. Mana shu granit ishlab chiqarilyapti.
Bu granit bugungi kunda O'zbekistonda 5 baravar importi qisqardi 3 yil ichida. Har xil turdagi qisqarishining sababi necha dollar sotyapmiz buni? Bizlarda tabiiy ranglar bo'ladigan bo'lsa, 9 dollar, 10 dollar bo'lishadi. Hozir qo'llaringizda turgan granitlarda Ko'ksaroy mahsulotlari deyishadi. O'tgan yili oktyabrning 31-kuni hurmatli prezident Navoiyga tashrif bergan paytlarida bizlarning kompaniya Tensionstone davlatga 35 gektar joyni so'rab, o'zimiz qurilish materiallar texnoparkini start bergan. Endi shu joyga joylashadigan qurilish materiallarining ichiga hozir qo'lingizdagi DSP, Eco Parket. Hozirgi qo'lingizdagi Eco Parketni aytadigan bo'lsak, bu bizlarning kompaniya Tensionstone granitning atxotidan, chiqindilardan chiqariladigan, suvga, yong'inga hech qanday o'zgarish bermaydigan va kafildan ancha arzon mahsulotlari ham chiqarilmoqda. Bu degani demak buni xomashyosi ham O'zbekistonda bor. Bitta investor o'zi qay darajada bitta sohaga kelib turib qaysi sohalarni qamrab olayotgan. Mahalliy tadbirkorimiz o'zlarini kuchlari bilan, ya'ni jahon bozoriga chiqa olmaganlar, xorijiy investitsiyaning oqibatida, ya'ni jahon bozoriga eksport hajmimiz oshdi, to'g'rimi? Endi nechta ish o'rni yaratildi shu orqali? Hozirgi kunda kompaniya Tensionstone mingta ish o'rnigacha yaratib o'tirdi. Hozirda BA Holding tarkibiga kiruvchi Fusin zavodining direktoriman. Biza zamonaviy temir va temir qoplamalariga ruh qoplash bilan shug'ullanamiz. Xalqqa bizlarni yaratib berayotgan imkoniyatlarimiz shu metallni sinklaymiz, ruh bilan qoplaymiz. Tasavvur qiling, shahar ichida 50 yil siz uni bo'yamaysiz, qaramaysiz, hech qanaqa unga vaqt ham ajratmaysiz, mablag' ham ajratmaysiz. Shahardan tashqarida bo'lsa 70-80 yilgacha kafolatlanadi turishi, ruhi metal bilan. Mirshohid aka, mana ijtimoiy tarmoqlarda yuqorida aytdik, ba'zan ko'zimiz tushadi o'sha chet ellik tadbirkorlar, chet ellik investorlardan bir hayiqish, qo'rquv to'g'risida gapirdikda. Ayniqsa mana masalan O'zbekistonda chet ellik investorlarga teng sharoit yaratilgan. Xuddi shunaqa bizni mahalliy tadbirkorlarga ham, chet elda ham shunday imkoniyat yaratilganda. Bu xitoylik tadbirkor bo'ladimi, chet ellik yoki bir turkiyalik bo'ladimi, hindistonlik bo'ladimi, Yevropa mamlakatlari bo'ladimi, qandaydir hadik bor. Meni o'ylashimcha qandaydir bir axborot hujumiga o'xshaydi. Bir jamoat tashkiloti rahbari sifatida sizni fikringiz qanday? Dunyoda bugun axborot xuruji bo'lib turgandek, O'zbekiston ham bundan mustasno emas. O'zbekistonda ham bo'lib turibdi. Har xil sohalarda bo'ladi. Va mana shu uchun murojaat qilmoqchiman, mana shu imkoniyatdan foydalanib aholimizga har qanaqa ma'lumot kimdan bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday ma'lumotni eshitganda birinchidan o'ylab ko'rsin. Bu haqiqatmi? Bu faqatgina bitta ikkita manbadan kelyaptimi yoki umumiy rasmiy manbalar ham takrorlayaptimi buni? Va mana shu ma'lumotni men o'zim ko'rdimmi, o'zim bildimmi, o'zim o'rgandimmi degan savolni o'ziga berish kerak bo'ladi. Va har qanaqa ma'lumotni olayotganda bir qanaqadir tanqidiy bir ko'rib chiqishiga bir so'rab qolaman. Men o'ylaymanki, bugungi muloqotimiz bizni tadbirkorlar, ya'ni mana Investitsiya sanoat vazirligi, Savdo sanoat palatasining birinchi o'rinda manfaati mahalliy ishlab chiqaruvchilar zanjirini to'ldirish, xomashyo bormi, tayyor mahsulot yo'qmi, shuni o'rtasida biz faqat jon kuydiramiz. Shu masala tezroq ro'yobga chiqsa, tezroq aholimiz oyoqqa turib, bizdan vaqt keladi, qaysidir sohalar O'zbekistonda ishlab chiqarish, ya'ni nevyigidno deydi. Shunaqa holatga kelamiz. Bugungi kunda to'qimachilik Turkiyadan Misrga, Afrika davlatlariga ko'chyapti. Xitoydagi qurilish materiallari boshqa davlatlarga ko'chyapti. Chunki ularda bu ishlab chiqarish manfaat bermayapti. Xitoydagi masalan ishlab chiqarishlarni oilalarni ko'tarib, sanoat zonalari mana regionlarda infrastrukturani qimmatga tashyapti. Chiqib ketsin deyapti. Bizim undan ko'ra aholimiz 1,5 emas, 4 ming dollarlik oylik to'layapti. Shuning uchun men o'ylayman, bizda ham shu hamma sanoat zanjirlari to'liq bo'lgandan keyin, ish o'rinlari shakllangandan keyin qaysidir ekologiya zarar sanoat chiqib ketadi vaqti kelib boshqa davlatlarga va texnologiya rivojlangandan keyin kelajakdagi yoshlar, avlodlar mayli buni biz ta'lim nuqtai nazaridan diplom bo'lmasa ham, lekin mutaxassis paydo bo'ladi. Mutaxassis paydo bo'lgandan keyin ertaga kelib diplomini ham oladi, natijaga olib chiqadi. Rahmat. Rahmat Davron aka. Yuqorida juda to'g'ri ta'kidladingiz. Xorijiy investitsiya o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Chunki O'zbekistonga nimaga investitsiya kiradi? O'zbekistonda islohot bor, yuqorida aytganimizdek siyosiy iroda bor, qonuniy kafolat bor. Ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar.